Qarshi emasmisiz? Bilasanmi, Belloq hayotimni asrab qoldi. Nima? Panama qamoqxonasida. Tibek aqldan ozdi. Uning tomi ketgandi. Nima bo'lgan? Sonida isyon boshlangan. Hammaga qochishni buyurdi. Baribir hammani o'ldirishmaydi dedi. Hamma to'dalashib qochdi oshna. Men yiqildim. Bosib o'ta boshlashdi. Turolmay, nafas ololmay qoldim. Hozir o'laman deb o'yladim. Lekin birdan kimdir meni turg'azdi. U Belloq edi. U hayotimni asrab qoldi. Shu devorni buzish kerakmi? Yaxshiroq g'oya bormi? Yo'q. Bu nima? Bilmadim, nimanidir bosdim shekilli. Nima bo'lyapti, Link? Bilmadim. Bular minaga o'xshaydi. Mina? Unda men o'lishim kerak. Qimirlasang o'lasan. Ular yer ostida. Tusha olmaysan. To'g'ri. Keyin sensiz ham juda yaxshi gaplashadi. Bu ham to'g'ri. Fox River haqida eshitganmisiz? Balki kechki ovqat bahona gaplashib olarmiz. Qizil Lobster qahvaxonasida. Belloqqa shunchalik achinaman deb sira o'ylamagandim. Fox River davridan beri ko'p narsa o'zgardi. Buni nazorat qila olmasligini o'ylayapsanmi? Qiziq, men ham senga shuni aytmoqchi edim. Nima bo'lganda ham uni yengamiz. Faqat nimaligini bilish kerak. Bilishni xohlamasam-chi? Kevin Freeling. Bir necha daqiqa ketadi xolos. Tayyormisiz? Tayyorman. Maqsadim boshqacha shahar yaratish. Tashqi resurslarga qaram bo'lmagan, butkul halovatda yashaydigan jamiyat. Bu qancha vaqtda amalga oshadi? Qanday o'ylashga bog'liq. Odamlar bunday narsalarga qarab iloji yo'q deb o'ylashadi. Aslida uni ertagayoq qurish mumkin. Dubayda qurilgani kabimi? Aynan. Amalga oshirilgan buyuk g'oyalar bu faqat boylarga xizmat qilmaydi. Anchadan beri ularga ishlaysizmi? Anchadan beri. 94-yilda kelganman.
Maoshni chek bilan olishni yoqtirmasdim, faqat naqd. Men abadiy nafaqaga chiquvchiman. Bir ishni bitirgach, uni o'tmishda qoldirib, olg'a harakat qilishni yoqtiraman. Siz doim faqat ismingizni qoldirasizmi? Batafsil tasvirlash o'rniga. Faqat Stillada shunday. Gap shundaki, biz bir narsani o'zgartirmoqchimiz. Chizmalarda aslida nima bo'lishi kerakligini tushunishga yordam berasiz deb umid qilgandim. Hozir ular foydasiz. Siz afsonani o'qimaganmisiz? O'qiganman. Lekin baribir bir talay to'siq bor. Kompaniyadan emassiz. Men nima qilay? Titrama. Titrama? Men o'sib turibman-ku. Hal qilamiz. Seningcha Gretchen bizga tuzoq qo'yganmi? Bu saboqni bizga asoschimiz janob Harvey Hall bergan. Shaxsiy ozodlik yo'li. Odamlar chindan ham shu safsataga ishonishadimi? Qo'yib yubor meni. Men bilan borasan yoki oynadan uchib tushasan, tanla. Bu tijorat firmasi. Gate bizga shaxsiy ozodlik yo'lini topishga imkon beradi. Shaxsiy chegaralarni belgilashga va bu chegaradan tashqaridagilarni ko'rishga. Sizlarga shu buyuk kompaniya asoschisi haqida bir voqeani aytib bersam. Yaxshisi, boshqa voqeani aytib beraman. Tutqunlik haqida. Bu eski cho'pchakdan yaxshiroq. Ko'p yillar avval o'z ixtiyorim bilan mahalliy qamoqda rahbar bo'lib ishlardim. Soqchilar boshlig'i bilan ishlashga to'g'ri keldi. U qiyshiq oyoqli, gavdali erkak edi. Iblisdek bajahl. Hamma mahbuslar undan qo'rqardi, hatto qotillar ham. Bir kuni Brad menga, "Cole, bu yerdan ket. Bu yerdan darhol ket, chunki ko'rinib turibdi, sen ozodlikni sevasan" dedi. Men undan, "Senchi, Brad?" "Senchi?" deb so'radim. U ha, qachondir nafaqaga chiqqanimda men ham ozod bo'laman dedi. Yaqinda uning o'lganini eshitdim. Lekin u qayerda edi? Hali ham qamoqda. Salbiy fikrlash ta'sirida. Salbiy fikrlash. Kechirasizlar do'stlar. Ha, qariya Brad. Bechora. Dadam aytganidek, birodarlar. Turib qadah urushtiraylik. Halok bo'lganlarni xotirlaylik. Boshqa nima ham qila olardik. Bir-birimizga yordam beraylik va o'limga kulib boqadiganlar uchun ichaylik. Tahlillaring natijasini ko'rishing kerak edi. Shuning uchun ham hamshiraga xotiningman dedim. To'y ko'ngilli o'tgan deb umid qilaman. Siz Kevin Freelingmisiz? Ha, menman. Men doktor Maldanman, nevrolog. Sizchi? Cameron Eberling, terapeutman. Natijalar tayyormi? Biroz kutishga to'g'ri keladi. Men oila a'zolar kasalligi tarixini ko'rib chiqdim. Shu yerda qolganingiz ma'qul. Natijalar tayyor bo'lguncha. Rahmat, menimcha bunga hojat yo'q. Shu yerda dam olganingiz ma'qul. Sizga qarab turishadi. Keyin nima qilishni o'ylab ko'ramiz. Xo'pmi? Yo'q, biz ketganimiz ma'qul, kechirasiz. Biroz shoshilma. Natijalarni qancha kutish kerak? 1-2 soat. Lekin palata ungacha tayyor bo'ladi. Shu yerda kutinglar. Rahmat. Ular hayotingizni o'g'irlashdi. U endi sizniki emas. Menda bunday bo'lmagan.
Demak, qandaydir yo'l bilan bundan qutulib qolgansiz. Siz ular aytgan ishni qilgansiz. Balki shunga bu yerda o'tirib qolgandirsiz. Los-Anjelesda. Meni ishlatish uchun ojiz tomonidan foydalanishgan edi. Meni qo'yib yuborishmagan. Ular hokimiyatga intilib 100 minglab odamlarni o'ldirishdi va siz buni bilasiz. Kecha ularni to'xtatmoqchi bo'lganimiz uchun yaxshi odam halok bo'ldi. David ularni deb odamlar azob chekyapti. David, Menga qarang. Men siyosatga aralashmayman. Men ishimni bajarganman. Menga Stella bilan ishlashni taklif qilishdi. Men rozi bo'ldim. ular sizga Stella nimaligini aytishdimi? Ha, endi bu ishga aralashganingizdan afsusdasiz, lekin siz tuzoqdasiz. O'z vaqtida men ham tuzoqda edim. Bu hozir sodir bo'layotganda gapiryapsiz. Shunday-ku. Bilaman, hali yashashni istaysiz. Qarang, nima bilan bandsiz. Arzirli ish qilishni xohlaysizmi? David, kelajakdagi shahringizni unuting. Biz yashayotgan dunyoni o'ylab ko'ring. Ular qilgan yoki qilayotgan ish meni aybim emas. Bu yerga bekorga ismingizni yozmagansiz. Kimdir sizni topishni xohlagansiz. Bilishim zarur narsani ayting. Men ikkovimizga ham yordam beraman. Eringiz qayerda? Xarid qilishga ketgan. Tezda qaytadi. Ana bu uni mashinasi-ku. Shoshmang, qo'ng'iroq qilib ko'raman. Kechirasiz. Biz uyga kiryapmiz. U shu yerda. Sen buni bilarding-a? Birinchidan, kompaniya o'z binosi ostida nima sababdan meni o'rnatganini bilmayman. Bilmayman. Biz sud binosi tagidamiz. Ikkinchidan, bu yerda bunday narsa borligi xayolimda ham yo'q edi. Xo'sh. Ko'ramiz. JD 33 pexotaga qarshi minalarga juda o'xshaydi. Poluji. Bunaqalarni asosiy baza atrofiga ko'mishgan. Unda ularni yo'qot. Mutaxassisman, lekin bir g'oyam bor. Nima chiylayapti? Mina chiylayapti. Qoyillatib bosibsan. Og'irlik plastinkasi ustida teng taqsimlanibdi. Boyoqiga tegmabsan, lekin qimirlashing kerak emas. Bilamiz. Nima taklifing bor? Boyoqni zararsizlantirishim uchun o'stirilish kerak. Hozir bosib turibdi, hech nima qila olmayman. Bu aniq. Yo. Link, unday qilma. Link, Nima? ukangga qo'ng'iroq qil, iltimos. Sen shu yerda qol. Bo'pti, Link. Michael. Ketdik. Sara, Ketmoqchi bo'lyapsizlarmi? sizda telefonimiz bor. Kechirasiz. Siz kim edingiz? U uyda kutmoqchi, men unga Uning qarayapman. ahvoli og'ir bo'lishi mumkinligini tushunyapsizmi? Men ahmoq emasman. Kimligingizni bilaman. Sizni politsiyaga topshirish niyatim yo'q. Sog'lig'ingiz meni ko'proq tashvishlantiryapti. Ular sizga kelishmagan. Yana aytaman, sizni ahvolingizda Rahmat doktor, yordamingizni qadrlayman. Qo'ng'iroq qiling. Nima xizmat bor? Men xatoga yo'l qo'ydim. Qaysi ma'noda? Bugun Bagwell bilan gaplashgandim, kayfiyati juda yomon edi. Bunga amallab chidayman deb o'yladim. U Gretchen Morgan haqida gaplashmoqchi edi. Xo'sh, keyinchi? Tilimdan tutildim. Uislerni tilga oldim. Bu juda ham og'ir topshiriq. Bagwell, Morgan, haqiqiy kalla kesarlar. Necha marta gardanimga to'pponcha tirashdi. Bu juda og'ir. Yaxshi. Bo'pti. Ko'nglingga yoqmagan ishni qilishingni xohlamayman. Sen yaxshi agentsan, boshqa joyga ko'chirishimiz mumkin. Yo'q, gap bunda emas. Men eplayman. Men faqat alam qilyapti. Senga boshqa topshiriq berishim mumkin. Bu yerda vaziyat nazoratdan chiqib ketyapti. Kompaniya Stillani boshqa joyga ko'chiryapti. Yo'q. Hammasi yaxshi. Aniqmi? Menimcha rejamiz amalga oshadi. Don, kompaniyani yo'q qila olamiz. U yerda izzat talablikdan ismimni shifrlab qo'yganman. O'zimni aybdor sezmayman. Javob berishim kerak, uzr. Allo, Alex, menman. nima? Muammo chiqdi. Bu yerda minalar bor ekan.
Allo, seni eshitmayapman. Sukre hafta. U minada turibdi.